Xo'sh, mana sebzelarimiz ko'karib turibdi. Superzellik bilan gezagartni aralashtirib 20 ga 20 qilib 10 litrga sepganmiz mana shu joyga. Selder ustiga ekkandan keyin, o'tli chiqqandan keyin 3-4 quloq bo'lgandan keyin bunimiz ildiz karnavoy selder bo'lsa, ani steblovoy selder. Sepganimizda sal bargini anaqa qildi. Selderlarga ham ozgina ta'sir qildi, lekin yana yasham o'sib turibdi. Mana bu yog'iga kelganda, boshiga kelganda dori tugab qoluvdi. Sepmagani mana dori sepilgan yer bilan dori sepilmagan yer holat. Mana 20 gram qilib arzimagani bilan shu yerda nima qo'yamiz. O'toq ham qilinmagan, hali chopoq ham qilinmagan. Bitta shu hilol salimali o't chiqqan, o'tda bitta shu nimalari. Atak hamma o'tni qahshatib yo'q qilganda mana superzellik gezagardi. Bu yerda dori yetmay qolgan joyi mana ahvol ko'rasiz. Agarda shu dori sepilmaganda unga qancha rasxod bo'lgan bo'lardi. Bu shu gerbisiddan ham bir o'ziga yarasha nimalari, foydalari. 99% mana hiloldan tashqari 99% o'tni qilgan, 99.9%. O'tda bitta bitta qolib ketganini inom o'tgan bo'lsa, atak shu faqat hilol qolib ketganda. Buni endi sep bo'lmaydi hilolga dorisini. Selder bor. Buni endi ekinimiz yo'q bo'lgan paytda sepamiz. Iplas o't degan. Razniца. Sepilgan, sepilmagan.